ertalabdan o'g'limni bog'chasidan video jo'natishib, kayfiyatimni buzib qo'yishdi. Shuning uchun men kayfiyatim buzilganda qornim ochib ketadi. Ovqat olib keldim ko'chaga chiqib. Koreyada o'g'il bolalar yokida qizlar kuni alohida yo'q, unaqa bayram yo'q. 8-mart umuman yo'q yokida o'g'il bolalar bayrami ham yo'q. Shuning uchun ota-onalar bayrami bor. Bitta qilib nishonlashadi, ham otasini ham onasini ham tabriklashadi. Shuning uchun bu urf-odatni bolalarga bog'chadan boshlab o'rgatar ekan. Menga masalan yoshligimda o'g'il bolalarning bayramida o'g'il bolalarga sovg'a berishni o'rgatishgan. 8-martda qizlarga sovg'a berishni, onalarga sovg'a berishni o'rgatishgan. Lekin Koreyada unaqa emas, ota-onalarga sovg'a berishni o'rgatishadi. Bismillah. Boshni odasi. Sizlarga zo'r yangiligim bor. Bismillah.